Assalomu alaykum azizlar, xayrli kun. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Yaqinda tikuvchilik sirlari Telegram gruppamda bitta so'rovnoma o'tkazgandim. So'rovnoma natijalariga ko'ra, asos andoza bilan ishlashni o'rganishni xohlaydiganlardan ham ko'ra, asos andoza bilan ishlashni o'rganishni xohlamaydiganlar ko'proq topilar ekan. Hatto menga kommentariy ham yozishgan. Siz bitta asos andozani chizib, u bilan bichguningizcha men bitta ko'ylakni bichib tikib tugataman deb yozishgan. Bunaqa va bu kabi fikrlar rivojlanishni xohlamaydigan, o'sishni xohlamaydigan, o'z ustida ishlashga erinadigan odamlardan chiqadi. Tushuntirib berishga harakat qilaman. Aytaylik, siz buyurtma asosida ko'ylak tikadigan tikuvchisiz. Sizga doimiy kelib turadigan mijozlaringiz bor, doimiy mijozlaringiz bor. Siz o'sha doimiy mijozlaringizga har biriga alohida qilib bittadan asos andoza chizib qo'yasiz. Agar siz asos andoza chizish qonun qoidalarini bilsangiz, formulalarini o'rgangan, yodlab olgan bo'lsangiz, sizga bitta andoza chizishga 15 minut yetadi. Har qanday qomat egasiga 15 minutda bitta asos andoza chiza olasiz. Agar to'g'ri usulda qonun qoidalari bilan birga o'rgangan bo'lsangiz. Xullas, har bir mijozingizga bittadan andoza tayyorlab olasiz. O'sha mijozingiz har safar kelganida o'sha tayyor andozasini ustiga kalka qog'oz qo'yasiz. Kalka bu tikuvchilar ishlatadigan, narigi tarafi ko'rinib turadigan qog'oz. Agar kalka bo'lmasa, ustiga bir qavat kulyonka qo'yasiz. Asos andozani o'sha kulyonkaga chizilgan tayyor andozangizni bostirib chizib olasiz. Ya'ni ko'chirib olasiz. Bunga ko'pi bilan 5 minut yetadi. Keyin o'sha ko'chirib olgan klyonkangizda sizda o'sha mijozga tayyor yana bitta andoza bo'ladi va o'sha andozadan xohlagan fasonni modellashtirib chiqarib olasiz. Klyonkada modellashtirib oldingiz, endi uni mato ustiga qo'yib bichib olasiz. Bunda aksincha vaqtdan yutqazmaysiz, vaqtdan yutasiz va mato sarfi ham matoda bichgandan ko'ra kamroq bo'ladi. Matodan ham yutasiz, vaqtdan ham yutasiz. Asos andoza bu o'zi nima? Asos andoza bu insonni gavda tuzilishini matoga ko'chirish. Soddaroq tushuntirishga harakat qilaman. Har kimni gavda tuzilishi har xil. Kimnidir yelkalari kattaroq, kimnidir ko'krak qafasi kattaroq, kimdadir bo'ksa bor, kimdadir qorin bor, kimdadir beli ingichka. Agar siz asos andozani yodlagan bo'lsangiz, har qanday qomat egasini, o'sha qomatini, gavda tuzilishini siz kiyim sifatida matoga ko'chirgan bo'lasiz. Asos andozani afzalliklari mana shunda. Matoni o'zida bichadiganlar hammasi emas, ko'pchiligi gavda tuzilishini inobatga olmasdan turib taxminiy vitichkalar qo'yishadi. Masalan, vitichkalarni qo'yganda ham taxminiy oldiga bel vitichkalarini, ayniqsa oldiga ham, orqaga ham 3 sm dan vitichka berib shunaqa bichib tikib yurishadi-da. Natijada tikkan ko'ylagim orqaga ketadi, osilib qoladi, tortilib qoladi. Shu kabi shikoyatlar ko'p bo'ladi yoki qayta primerka qiladi. O'xshamay qolsa tikadigan ko'ylagi yoki buzib qo'yadi yoki qayta primerka qiladi. Asos andoza bilan ishlaganda esa bir marta primerka qilishni o'zi yetadi. O'sha bir marta primerkada ortiqcha joylari bo'lsa, olib tashlaysiz. To'g'rilaydigan joylari bo'lsa, o'sha bir marta primerkada ozgina o'zgarishlar kiritib, to'g'rilab olsangiz bo'ladi va ko'ylagim orqaga ketdi, buzib qo'ydim, boshqa qildim degan narsalar bo'lmaydi. Bemalol qo'rqmasdan bichib tiksangiz bo'ladi. Hozir meni o'quvchilarim, malaka oshirish kursidagi o'quvchilarim hammasi professional asos andoza bilan ishlashga o'tishdi. O'quvchilarimning ko'pchiligi oldin matoda bichib, tikib, zakaz tikib yurgan tikuvchilar. Endi ular mijozlariga ham professional asos andoza bilan bichishyapti va aytishyaptiki, andozada gap ko'p ekan. Loppa loyiq kelyapti egalariga. Bir marta primerka qilganning o'zida ba'zan primerka qilmasdan ham loppa loyiq kelyapti. Mijozlarimizga tikkan ko'ylagimiz qolibdi aytishyapti deb aytishyapti. Agar siz ham asos andoza chizishni o'rganmagan bo'lsangiz, marhamat, YouTube kanalimda mana bu videodan ko'rib chizishni o'rganib olsangiz bo'ladi. Yoki malaka oshirish kursimga qo'shilsangiz ham bo'ladi. Malaka oshirish kursim bu pulli.
oyma-oy to'lov qilmaysiz, faqat 200 ming to'lab, bir marta to'lov qilib kursga qo'shilib olasiz va asos andoza bilan ishlashni barcha ikir-chikirlari bilan o'rgansangiz bo'ladi. Darslar soni 70 ta bo'ladi. 70 ta darsni hammasini joylab bo'lgunimcha kursda kuratorlik qilaman, savollarga javob berib boraman va tikish texnologiyalari ham bor. Kursni asosiy yo'nalishi esa o'sha modellashtirish, asos andoza bilan ishlash va har xil fasonlarni, ko'ylak fasonlarini modellashtirish. Malaka oshirish kursi haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, tikuvchilik sirlari gruppamizga qo'shilib olsangiz bo'ladi. Ekraningizda chiqib turgan havola orqali ulanib olsangiz bo'ladi. Havolani mana shu videoni va YouTube kanalimdagi boshqa videolarni ham kommentariyalarga joylab qo'yganman. Ko'k yozuv chiqadi. Mana shu havola ko'k yozuv bo'lib chiqadi. Ustiga bossangiz tikuvchilik sirlari Telegram gruppamga o'tsangiz bo'ladi va gruppa orqali meni shaxsiy Telegram profilimga ham yoza olasiz. Azizlar, meni o'quvchim bo'lasizmi yo'qmi? Bundan qat'iy nazar asos andoza chizishni o'rganib olishni maslahat beraman. Qaysi metodda bo'lishidan qat'iy nazar bitta professional asos andozani chizib yodlab olsangiz, bichib tikish ancha osonlashadi. Oldingi xatolaringizni ham to'g'rilab olasiz va afzalliklariga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Bu asos andozalar o'zi chiqqaniga, asos andozalar tikuvchilikka kirib kelganiga 100 yillardan oshib ketdi. Agar bu noto'g'ri, keraksiz narsa bo'lganida bu vaqt sinovidan o'tmagan bo'lardi. Shuning uchun asos andoza chizishni o'rganib, yodlab oling.